Metal Master Jasur jamoasi navbatdagi loyiha apparatimizni qisqacha video obzor qilamiz. Bu apparatimiz mexanik ishlaydi. Hech qanaqa elektr tok shart emas. Bunga ishlash shartlari bilan qulay, yengil. Apparatimiz katta balonlar bilan jihozlangan. Kaminli balonlar, katta tishli, mana o'zlari ko'rsatibsizlar, katta balonlar. Bu apparatimiz lalmilik, notekis, shag'allik, toshlik joylagan bemalol g'isht qo'yib ketaveradi. Apparatimiz ishlash shartlari bilan qulay, yengil. Bir qo'l bilan ko'tarib tushirib, oldinga orqaga yurg'azib, mana ko'rsatamiz. Apparatimiz bir vaqtda o'zi 9 ta g'isht chiqarish qobiliyatiga ega. Razmerlari kelsa, razmerlari 28 ga 38, podyomi 10. Mana shunaqa glansli, toza, original 2.2lik nержавейка bilan jihozlangan. Bu apparatimiz Qashqadaryo viloyati Qamashi tumaniga qilib berildi. Bu apparat bilan 2 kishi, 3 kishi kuniga 3,5 mingdan 4 mingtagacha g'isht chiqarsa bo'ladi. Qulay, har taraflama apparat. Mana o'zingiz ko'rib turibsiz ishlashini, tushirishini. Hozirgi kunga shunaqa razmerdagi g'ishtlar 28-38 podyomon 2800 so'm, 3000 so'mdan sotilyapti. Shuni 2800 dan olgan taqdirimizda ham 500 so'mni rasxod desak ham turpoqqa 2300 so'm. Bu degani endi o'zlaringiz ko'paytira olaverasizlar. 3000 ta g'isht, 1000 ta g'isht 2300, 3000 ta g'isht 6900. Endi xohlasangizlar shuni 30 kun ko'paytirasizlar, 30 kun ishlasangizlar. Xohlasangizlar 10 kunga, xohlasangizlar 20 kunga. 10 kun ishlagan taqdirlaringizda ham 69 million degani. 10 kun ishlagan taqdirlaringizda ham 20 kunga endi o'zlaringiz mana 130 qancha bo'ladi? 109 million bo'ladi, shunaqa bo'ladi. Endi 30 kunga bo'lsa, вообще 200 million tagiga boradi. Kimdan kimga mana shunaqa apparatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Hozirgi kunga eng kamroq pul investitsiya qilib, eng ko'p pul topish usullaridan mana shu trenddagi biznes bo'lyapti. U shlaka blok, epina blok boshqa apparatlardan ko'ra eng выгодныйsi shu bo'lib qoldi hozirgi kunga. Chunki любой shlaka blok biznesini boshlash uchun kamida 100 million tagiga pul kerak bo'ladi. Apparatura to'dasida o'zi 50-60 million, bir 6-7 sotik joy istashga qo'shib 2000 dollar, tok torti 3 faza kerak bo'ladi, mishalkalar 3 faza bilan ishlaydi. O'zi примерно 100 million ketadi. Bu apparatlarga bemalol nima desam bo'ladi, bir 2 kunlik qo'yilgan g'isht puliga bir apparat beradi. Erta 300-400 dollar mayli investitsiya kiritib normal daromad olsa bo'ladi. Mana bir kunlik pulni hisoblab berdim. 3000 ta g'ishtni o'zlari ko'paytirib mana 69 million, 6 million 900 ming so'm bo'ladi. Olgita примерно mana shu narxga, примерно mana shu narxdan stanok beradi. Bu degani bir kunlik ishlab, bir kun, bir yarim kunlik ishlagan puliga bitta stanok olasizlar, qolgan 5 oy sizlarga ishlab beraveradi. Shu bu apparatimiz aytib o'tayim, Qashqadaryo viloyati Qamashi tumaniga qilib berildi. Bizning o'zimizning adresimiz Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani. Metal Master Jasur YouTube, Instagram, Telegram kanallarimiz nomi. Nomerimiz 97 141 89 99.